Avtomatika Rollstarning temir staliniga interaktiv, ya'ni mokriy rangida bo'ldi. Darvozamiz bo'yi 3 metr, eniga ham 3 metrda bo'lgan. Yoniga ajoyib uslubda uyimizni fasadiga mos holatda kaltkasini ham yasab berganmiz. Darvozamiz bitta, mana darvozamiz ichida ikkita pult bo'ladi. Ichida miyasidan boshqarsa bo'ladi. Darvozamiz narxiga keladigan bo'lsak, $90 dan $140 vodiy bo'ylab o'rnatib berish bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda o'rnatib beriladi. Mana hozir ochilib yopilishini ko'ramiz. Endi uyimizni ichkaridan ko'radigan holatimiz, albatta bizda doimiy rushni holati ham bo'ladi. Svet bo'lmaganda mana uyimizni ichkaridan ko'rinishi. Avtomatika darvozamiz o'ziga xos uslubda uyimizni ko'rinishiga juda chiroyli holatda tushgan. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan yaxshiroq videolar chiqishligi uchun shu videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying.